Assalomualaikum akalar. Mana Xudo xolasa 237 kilovat ming obodatdan asoslanmiz 250 hektarlik. Asoslanish ishlari zo'r, tinch. 48 amper ishlayapti. Ishlari cho'tki ishlayapti. So'rishi 6 metrdan tortyapti. Chiqarishi 25 metr, 30 metr uzoqlikka chiqaryapti. Podiyomda balandligi 2 metr dan so'rib olyapti. Balandligi 5 metr, hammasi bo'lib 7 metrga chiqaryapti. Hozirgi o'zlarim turbasi ekan, jilliqchalik turba ekan hozir. Kerak bo'lsa Arslanaga nomzodlarni qo'yib o'tamiz. Telefon qilaverasizlar. Tashlashlarimiz zo'r inshaalloh. Namanganga qo'ydik. Like bosmaganlar like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Aka, menga Ha? Alama. Alamiga qo'ydik. Aka, qalay nafaslar? Yaxshimi? Zo'r. Ma'qulmi? Zo'r. Nafaslar cho'tki ishlab qo'ydi inshaalloh. Uyaltirmaydi. Ingbuloq tumani Alami qishlog'iga bitta masofa 37 kilovat ming obodatdan qo'yildi. E'tiborlaringizni so'rayman.